Rasuli akramdan so'radi bir zot: do'zaxdan qutulmoq yo'lini ko'rsat. Adashgan bandaman, ko'pdir gunohim, ne qilsam kechirar tavbam Allohim. Janobi payg'ambar berdilar javob: Hazrati onangni sen qilgil tavof. Yiqil oyog'iga mushfiq volida, jannatni topursan hoki poyida. Yuragingga misli zebi gardondir, neki mushkuling bor balo gardondir. Koshona soldirma, mehring ber bedor, onangni qoshiga ziyoratga bor. Tengsiz jannat onang turgan kulbadir, kavushning gardi poyi Ka'bangdir. Joy namozdir uning bosgan izlari, bo'yi behisht onang kiygan bo'zlari. Jahannam azobin ko'rmayin desang, yaxshilik iymonning kiygil libosin. Alloh rasulidan ulug' bir hikmat, onalar oyog'i ostida jannat.